Assalomu alaykum, umr azizlarim, mening tanishlarim. Salomatmisiz? Yana bir go'zal kunga yetkazgan Allohimga sanolar, hamdlar bo'lsin. Alloh har lahzangizga barokat bersin. Doimo sog'liklar, baxtiyorlar, omadlilar qatorida qilsin deya bizlarga yetib kelgan navbatdagi samimiy tabriklarni o'z sohibasi tomon yetkazish baxtidan mamnunmiz. Qani boshladik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Malikaxona, sizmisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Allohga shukr. Bugungi ayyomlaringiz, shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin, onajon. Rahmat. Tanjon sog' bo'lsin. Rahmat onajonim. O'zimni tanishtirib o'tsam, ayni daqiqalarda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan, yaqinimga tabrik dasturidan sizni bezovta qilib turibman onajonim. Ijozat etsangiz albatta birozgina vaqtingizni va chiroyligina suhbatingizni olsam maylimi? Mayli. Rahmat. Xo'p bo'ladi, rahmat. Allohning sevimli bandasi bo'ling, baxt va omad ila yuzlarga keling. Dunyolar saodati sizga bir tilak. Tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan sanalaringiz nurafshonli, tabarruk, 58 yoshingiz muborak bo'lsin onajon. Rahmat. Tanjon sog' bo'lsin, ishingiz ilgari bo'lsin. Rahmat onajonim, aytganingiz kelsin. Onajonim, bilamiz sizni qadrlovchi mehribonlaringiz, yaqinlaringiz juda ham ko'p, ammo bugun biz orqali sizni xursand qilmoqchi bo'lgan va albatta biz orqali sizga chiroyli maktublarni yetkazmoqchi bo'lgan bir yaqin insoningiz bor ekan onajon. O'sha insoningiz kimligiga taxminingiz bormi yoki o'zimiz sizga yordam beramizmi? Endi qizim yaqin insonlarim, 3 ta farzandim bor. 2 o'g'il, 1 qizim bor. Albatta. Aynan qaysi farzandingiz bo'lishi mumkin onajon? Qizim Gulhayomikin. Albatta onajonim, taxminingiz juda ham to'g'ri. Farzand ne'matingiz, qizingiz Gulhayoxon opa bizga murojaat qilgan. Shu qatordan turmush o'rtog'ingiz Sobirjon otamiz, o'g'illaringiz Sodiqjon aka, Sobirjon aka, kelinlaringiz Feruzaxon opa, nevaralar, yana bir keliningiz Feruzaxon opa, nevaralaringiz Firdavs, Soliha, Zaynabxon, farangiz Shukrona, Abdulloh, Muhammad Yusuf, Muhammad Zohir, Muhammad Zakir, Muhammad Solih nomlaridan sizni chin qalbi bilan farzand ne'matingiz Gulhayoxon opa tabriklab qolar ekan onajon. Rahmat. Tanjon sog' bo'lsin, farzandlarimni ham. Aytganingiz kelsa ilohim onajon, ijozat etsangiz albatta Gulhayoxon opamizni sizga atagan chiroyli maktublarni o'qib eshittirsak maylimi? Mayli. Xo'p, bo'ladi, bo'lmasam qabul qila olasiz onajon. Assalomu alaykum onajonim, mening jon kuyarim, o'zidan ko'ra farzandlarini o'ylaydigan mehribonim. Menga yurishni, turishni, gapirishni, hayotning oq-u qorasini o'rgatgan buyuk muallimam, mening haqiqiy do'stim, chin yurakdan qayg'uradigan jannatim. Bugun sizga hech qachon ayta olmagan gaplarimni aytmoqchiman. Onajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Siz borsiz, hayotim nurli. Siz borsiz, qalbim xotirjam. Siz borsiz, men hali ham bolaman. Onajon, siz meni jannatimsiz, sabr gulimsiz. Siz ko'zlarimning nurisiz. Sizga qancha ta'rif bersam ham tilim ojiz. Bizga bergan mehringiz, chiroyli tarbiyangiz va hayotni o'rgatganingiz uchun sizdan minnatdorman onajon. Sizni juda yaxshi ko'raman. Dilingizni og'ritgan bo'lsam, ranjitgan bo'lsam, meni kechiring. Xonadonimizning fayzi, farishtasi bo'lgan onam, sizni shukrona kuningiz bilan samimiy muborakbod etaman. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Nurli chehrangiz hech qachon dard ko'rmasin. Aziz onajonim, siz bizni dunyoga keltirdingiz, ulg'aytirdingiz, oq yuvib, oq tarab, o'qitib har bir farzandga kerakli bo'lgan barcha narsalarni a'lo qilib tarbiya berdingiz. Biz farzandlar hamisha bosh egib ta'zim qilamiz va minnatdormiz. 2 dunyo saodatiga yetib yuring. Hamisha jigarlaringiz bag'rida ajiz mukarram bo'lib shukrona kuningizni nishonlab yuring. Dadajonimlar 100 yoshlarda ham bizni rohatimizni ko'rib yuring. Mehribonim, hayot mashaqqatlarida charchamay, har qanday sinovli vaziyatlardan to'g'ri xulosa bilan chiqqan volidam. Xudo xolsa shuncha yillik mehnatingizni, rohatini biz farzandlar bilan birga ko'rib yuring. Baxtimizga hamisha sog' bo'ling. Volidam, ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Biz dilbandlaringiz siz bilan cheksiz chegarasiz g'ururlanamiz, faxrlanamiz. Axir sizdek buyuk tarbiyachi, g'amxo'r ustoz bo'lmaganda biz kim ham bo'lar edik? Yaratgandan yolvorib so'raymizki, ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Siz umrimiz gavhar, jannatim onam,
mehribonim, quyoshim, davlatim, onam. Menga tatirmidi sizsiz dunyosi, siz borsiz ulug'vor savlatim, onam. Tug'ilish, o'lim bor bir qadam dunyo, umr ham o'tadi oqar suv daryo. Ulfatim, do'stlarim ko'pdir ammo, siz kabi dardkashim bo'lolmas ona. Tunlari uxlamay beshiklar quchgan, men uchun bedorlik og'usin ichgan. Ayting kim meni deb oromidan kechgan, siz kabi bo'lolmas o'zgasi onam. Yiqilsam avaylab ustimni qoqqan, yomon yiqilding-a deb javdirab boqqan. Ko'z tegmasin deb ko'zmunchoq taqqan, oq qalbli quyoshim, osmonim, onam. Tandirda non yopgan yuzlari kuyib, bolam deb erkalab yurakdan suyib, o'zini o'ylamay chitko'ylak kiyib, tagligim hidlagan mushtipar onam. Qarzimni uzolmayman ikki dunyoda, mehringiz sochilgan yulduz samoda. Kechiring ranjitgan bo'lsam mabodo, poylari jannatim, mehribonim onam. Ko'milib yashamay mayli tilloga, iltijo qilaman yig'lab Allohga. Niyatim olib boray Makka tilloqqa, yuzlarini ravshon osmonim onam. Oyog'ingiz ostida ostona bo'lib, sadarayxonlar hidiga mastona bo'lib, tizzangizga go'dakdek boshimni qo'yib, allangiz tinglasam maylimi ona? Yuragim ketdi bugun bir to'lib, yaxshi so'z topmadim bir shoir bo'lib, xayolimda turibsiz ro'molda kulib, farishta yuzligim, jannatim onam deb qolarkan farzandingiz onajon. Rahmat, tan jonlar sog' bo'lsin farzandlarim ham. Ular ham otinali maqomiga yetishsin. Menga o'xshashib, shunaqa 58 yoshlarga kirishsin farzandlarim ham. Bolalarini orzu havasini vikilida ko'rishsin. Tan jonlar sog' bo'lsin hamisha. Allohga omonatiga xiyonat qilmasin Allohim. Alloh panohida bo'lsin. Sizlarga ham tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Elga yurtga xizmat qilinglar. Asti ham charchamaylar, horimaylar Allohim. Ishlaringni Allohim rivojini bersin. Hamisha sog' bo'linglar. Rahmat onajonim, aytganingiz kelsa ilohim. Alloh umringizni uzoq qilsin, yuzlarga kirib, yuzlardan oshib yuring. Inshaalloh 100 yoshingizda ham sizni g'oyibona qutlash bizga ham nasib etsin onajon. Rahmat. Tan jonlaring sog' bo'lsin. Gulhayoxon opamizning iltimoslariga binoan, talablariga binoan chiroyli taronalar ham siz uchun yangrab o'tadi onajon, qabul qilib olasiz. Rahmat. Davrada katta gavhar kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bo'lar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bo'lar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Onajon, yana bir bora shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat onajonim, biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz? Roziman, ne'matda roziman. Rahmat Allohga onajonim. beyo'da shukr. Allohga Ularga omonatsiz. yetishganiga shukr. Rahmat onajonim, Allohga omonatsiz, sog' salomatda bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat. Sizlar ham o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Elga yurtga xizmat qilinglar, charchamanglar. Xo'p bo'ladi, rahmat onajon. Rahmat.